G'arb o'lkalarining katta bir shaharida svet o'chib qoldi. Madaniyatli, saqofatli, obrazovanli, tarbiyaviy kishilar yurtdi. Signalizatsiya o'chdi, kameralar o'chdi, boshqa ko'z otadigan asboblar ishlamadi. Bir kechani o'zida 200 mingta o'g'illik qayd qilindi. Chunki ularni gunohdan to'sib turgan omillar u tashqi omillar edi. Endi mo'minchi? Mo'minchi uni iymoni to'sadi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi deydi. Meniki emas bu deydi. Harom deydi. Qaytarib aytamiz, G'arb nizomi odamlarni gunohdan to'sadigan tashqi omillarga suyansa, islomiy nizom birodarlar odamlarni gunohdan to'sadigan shuncha aytayapti-da. Sizlar iymon keltirdik demanglar deyapti arobiylarga. Sizlar bo'yinsundik deylar. Agar qalbingizga iymon o'rnashgan bo'lsa, sizlarga qorovulni keragi